Bolani miyasi 6 yoshgacha 90% shakllanadi. Psixolog va nevropatologlarning aytishi bo'yicha bolaga 6 yoshgacha 6 narsani o'rgatish eng muhimi hisoblanadi. Birinchisi mehr va xavfsizlik. Bola o'zini sevilayotganini his qilib yashashi. Ikkinchisi nutq va til rivoji. Bolaga ertaga o'qib berish, suhbat qilish, savol-javob qilish uning lug'at boyligini oshiradi. Uchinchisi esa o'yin orqali o'rganish. Nevrologlar shuni aytadi. Raqamlar, ranglar, shakllar, hatto ijtimoiy qoidalar ham eng yaxshi o'yin orqali o'zlashtiriladi. To'rtinchisi mustaqillik va mas'uliyat. 3-6 yosh oralig'idagi bola kichik topshiriqlarni bajarishi mumkin. O'yinchoqlarni yig'ish, stollarni tozalash va hokazolar. Beshinchisi ijobiy odatlar. Gigiyena, odob, hurmat kabi asosiy odatlar shu davrda shakllanadi. Oltinchisi kreativlik va savol berish. Bolaga jim bo'l demasdan, uning savollarini qo'llab-quvvatlash kerak. Farzandingizni maktabga tayyorlash bu faqat harflarni o'qitish emas. Bu uni qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, mustaqil fikrlashga yordam berish va o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalashdir. Siz bu 6 ta narsadan qay biriga amal qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.